Assalomu alaykum do'stlar. Yana bir molimiz bir sutka och qoldirib, mana hozir tekshirish jarayonidamiz. Mana detektorimiz. Endi har bitta detektorda 5 xil detektorimiz bor. Har bittasini endi men doimiy shuni ishlatganim uchun shuni ko'rsatdim. Endi qolgan detektorlarni ko'rsatishni boshlaymiz xulosa. Mana effekt. Yaqinroq olib keling. Bu ancha ichkaridan beryapti. O'zi tush taraf mana shu tarafdan bergani bemalol olsa bo'ladi. Bu sal ichkariroqdan. Bu molimizda qisman oziqa yeyishi yomonlashganligi uchun tekshirgan kelgandik. Hozir tekshirdik. Ozon tashlash jarayonini kuzatib borasizlar. Do'stlar, buni qo'yamiz. Buni ko'pchilik aniq qiladi. Chaynab tashlayapti. Buni sal tarangroq ichkariga, lablarni bir-biriga kelgandek qilish kerak. Keyin chaynamaydi. Bo'sh bo'ylab qo'ysangiz chaynab tashlaydi. Shuni hisobini ham olinglar. Xo'p, buni tayyorlab oldik mana. Mana ketdi. Xo'p, yutqizish metodikasi. Mana sekin. Mana salgina itarib. Juda kuchli itarish kerak emas. Mana ketdi. Keyin tros bilan itaramiz. Yutish jarayoni. Bu holatda o'pkaga ketib qolishi mumkin yoki qizil o'ngachga. Bu ikkita yonma-yon joylashgan bo'ladi, ehtiyot bo'lishimiz kerak. Agar buni zo'riqtirib olsak, yo xildoq zararlanadi, mol hech narsa yemay qoladi. Mol hech narsa yemadi degani bu retrovrashning 100% aybi degani. Suvni yutqizish asosiy maqsad yutinish. Demak, yutilganda magnitni ichkariga olib ketish. Mollarda qanday bu holat kelib chiqadi? Aholidan po'choq, biz pomoy yig'iladi. O'sha pomoyning ichida kirib chiqadi shu narsa. Ichida mix bo'ladi, igna tugma bo'ladi, tanga bo'ladi, har xil askolkalar ketib qoladi. Keyin musulxona territoriyada bo'lsa, shu yoqda ham yeyish mumkin. Ichida ruminatamiya qilib olinganda salafana olinishi mumkin, har xil narsa olinishi mumkin. Mana fiksatorimizni ham e'tibor bersalaringiz, bu fiksatorimiz mana qutlanadi va ochiladi. Mana shunday qilib ishlov bersangiz bo'ladi. Mana bitta o'zlari bemalol shu turibdi, qo'llari bilan buni qisib, og'rish yo'q, bemalol. Endi molimizni ozgina yurg'izamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mayda shu temirchalar chiqdi. Endi bitta narsa. Detektor qo'l qarshi mix bo'lsa ham xuddi shunaqa signal beradi. Kichkina askolka bo'lsa ham xuddi shunday bir xilda signal beradi. Hozir mana molimizni do'ngga, pastga qancha yugurtirib mana olib keldik. Yana askolkalar. Asosiy temir yo'q. Bunga endi pasta ololmadik. Endi nima qilamiz? Endi magnit tashlaymiz. Magnit tashlab xudosi olamiz. Bitta suv olib chiqqan, xudosaga. Tez bir. Bu magnitimiz nima qiladi? Ololmadik. Qo'l qorinda yo'q ekan. Demak, katta qorinda. Endi buni tashlaymiz. Bu 15 kun yuradimi, 1 oy yuradimi, 2 oy yuradimi, dakansa yuradi. Keyin olamiz. Bu degani hamma mix nima bo'lsa o'ziga yopishtirib oladi.